أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Hürmetli kardeşler, bugün sözlemek boğunumuz Sadr-ı Şeria Ubeydullah ibn Mes'ud Tac-ı Şeria rahimahullah yazgan Tenqihul Usul namlık usul kitabımızın 12. dersini sözlemekçimiz. Biz bundan ilgili derslerde has babını, has bölümünü ve am bölümünü sözlep amның haslanmagan eşkandak bir bölüki haslanmagan am ve bir bölüki haslangan am dep iki kısmını uqboğandan keyin hem bugün sözlemekçi boğunumuz amның sözlükleri. Hem de biz bu am dep okur verdik bu am degen qanda bir narsa to dep hem öylenin kalısqı bir mevhum bir xiyal kep qapqan bolsa bunu bugün mevcut haletke bir tasavvur haletini tasdiq haletke çıqırdıgan yani mundaq şekillerde Arap tilida mundaq sözler kelse bu am buludu. Mundaq sözler kelse bu am bulmaydı dep ayrı bölüş için bugün amның sözlükleri hakkında sözleydi. Bunun ilgili derslerde amның kılıdığan işi doğruluk. Am nimiş kıtı diyen doğru sözledi. Hem de bu amның sözlükleri. Am diyen qanda nese. Dep şu doğru sözleydi. Musannif rahimahullah deydi. Faslun fi elfazihi. Yani amның lebzleri hakkındaki bir bölümdeydi. Ve hiye imma ammun bi sigatihi ve ma'nahu kerrical. Hem bu amның lebzleri bolsa ya üzündeki sigisi degen şekil degen gep. Şekli bilen ve özünün manisi bilen boğan am buludu. Yani şekil cihatı mı, mani cihatı mı umumi söz. Mesela kerrical degen okşaş. Hem de bu rical degen gep bu aslında reculunun köplük şekli. Grammatik kaidesi. Grammatik kaidesi bunu cem' deb ataymiz. Cem' mukesser, munsarif deb ataymiz ricalni. Endi bu fiqhi taxallusida, fiqhi atalgusida bu ricalni deb ataymiz. Am deb ataymiz. Am. Sigatul umum deb ataymiz. Yoki lafzul umum deb ataymiz. Çünkü her bir fanning özgü yarışa istilahi buludu. Şu istilah boyunca atalatgan gapimdi. Nimada bunu nima deb ataymiz? Nahvi grammatikada bunu ricalni nima deb ataymiz? Cem' mukesser munsarif deb atsak, hamda bu fiqhda, usul fiqhda nima deb ataymiz? Rical deganni, ya'ni lafzul umum yoki am deb ataymiz. Lafzul am deb ataymiz. Hamda bu sigatı şekil cihatı mı ve mani cihatı mı am deganlik nima degan gap desa, yani şekil cihatı am boğunu er-rical da bir reculunun cemi şekilde geldiğine. Şekli cemi şekilde yani köplük şekilde geldi. Bu şekil cihatı am boğunu. Şu am degen köp narsa degen gap. Köplükni özü çıkartgan degen gap ina. Anladın? Hakkında cıgan muslimun dese am boğdu mesela. Müslümanlar dese. Muslim dese bir Müslüman. Bu çağda müfret otu. Bu çağda am boğmaydı. Has otu. Muslim dese has otu. Muslimun dese am boğdu. Muslim degen grammatikada müfret deb atalsa nima da anaqa usul fiqhda xos deb ataladi. Muslimun desek grammatikada cem' deb atalsa, muslim grammatikada cem' deb atalsa, usul fiqhda am deb ataladi. Xuddi shunday. Hamda mesela er-rical degan shakl jihatda cem'. Shakl jihat cem' bo'lgandan keyin shakl jihatda am bo'lgan bo'ldi. Hamda ma'ni jihati chu deganda er-rical degan gap köp shaxslarni o'z ichiga oladi. Anladın?
Yani şu er-rical degan öz ichiga olmoqchi bo'lgan partlar bilaklarning hammini chalaqab qo'ymay öz ichiga oladi. Shuning bilan bu jihatda buning bo'ldi shakl jihatdan va ma'ni jihatdan am deb ataldi. Am yomon deb mana. Bu rijal, muslimun degandek har qanday ko'plik shakl. Nima? O'shu siğatan ve ma'nan bo'lgan am deb ataladi. Bu am yamında bir amning lafzlari bu şekilde bo'ladi endi. Anladın? Yani lug'at grammatika chiqib aytganda jama' mutlaq jama' hammasi amning qatoriga kirdi. Ve imma amun bi ma'nahu. Bir xil tugidi. Endi yoki o'zining ma'nosi bilan bo'lgan am bo'ladi deydi. Ve imma amun bi ma'nahu yoki o'zining ma'nosi bilan bo'lgan am. O'zining ma'nosi bilan bo'lgan am degan qanday am desa, o'zining ma'nosi bilan bo'lgan am degan buniki lafzi, yani bunun şekli mufrat şeklinde bo'ladi, yani birlik şeklinde. Şekli grammatikadagi birlik şeklinde keladi. Lekin buniki ma'nosi chu desa, ma'nosi anda birlikni, bir narsani o'z ichiga olmay, balki ko'p narsani o'z ichiga oladi. O'z ichiga olmoqchi bo'lgan bilaklarning hammasi o'z ichiga oladi. Masalan olsak, masalan al-qavm, masalan ar-rahat degandek so'zlar lafz jihatdan mufrat. Chunki qavm desak, buniki ko'plik shakli aqvam. Qavm desak lafz jihatdan mufrat. Lekin ma'ni jihatdan bir muncha shaxslar ichiga oladi. Hamda am ya yuqoridek siğatan ve ma'nan budu yoki siğatan mufrat ma'nan am budu. Bunda ikki xil o'ti. Hamda musannif rahimahulloh ma ikkinchi turini siğatan mufrat ma'nan am bo'lganini 3 turga bo'ladi musannif rahimahulloh. Bu bunda siğatan mufrat shakl jihatda birlik shaklda kelgan, lekin ma'ni jihatda ko'p ma'nini, ko'p shaxsni, ko'p bilakni o'z ichiga olgan shakldagi ma'am 3 xil bo'lindi deydi. Va hadha imma ayyatanawala al-majmu'a kar-rahti wal-qawmi. Yani bu şekildeki am ya bir toplamını o'z ichiga oladi. Bir toplamını biliyorlar bu o'z ichiga oladi. Rahti vel qavm mesela. Rahat ve qavm degan so'zga o'xshash. Rahat deganimiz guruh degan gap. Qavm degan qavm jamoat degan gap. Mana bu ikki so'z kasab bir toplamını biliyorlar o'z ichiga oladi. Bu birinchi shakl. Yani qanday desa faqat shu o'z yani ma'naviy ma'nisizlig'idan am bo'lgan, lekin lafzi shakli mufrat bo'lgan bunda shakldagi am bunda shakldagi am shu barliq bilaklarni bir yo'lamga o'z ichiga oladi. Masalan bunda desak in ja'anil qawmu falahum dirhamun desak, agar qavm kelsa, agar qavm meni qishimga kelsa ulug' bir tanga uma desak, bu ma shaklda shu barliq kelgan qavmning hammasini o'z ichiga oladi. Ma shaklda barliq kelgan qavm hammasi kelsa chala qolmay uni keyin ash qavmga bir tanga beriladi. Agarda qavmning bir qismiga bir qism kelmasa bir tanga hech qasqa berilmaydi. Agarda qavm hammasi bir yo'lam kelmay birdan kelsa, yine bu qavmga bir tanga berilmaydi. Texim uchuqlab men aytsak, masalan agar ma yugan cho'ng toshni mushu qavm, mushadagi qavmning hammasi birlashmasa ko'tarolmaydi desa, masalan mushu yugan toshni mushadagi qavm ko'tarolmaydi desa, bu qavmning ichida masalan Ahmad, Mehmet, Samet, To'xti, Qosim deb 5 odam bo'lsa, qavmning ichida 5 odam bo'lsa, shu 5 odamning hammasi kelmasa, toshga ko'targili
Ahmet mi götür? Ahmet yalnız götüremeydi. Samet yalnız götüremeydi. Mehmet yalnız götüremeydi. Tohta yalnız götüremeydi. Kasım yalnız götüremeydi. Demek aş 5 adam hemmesi teng kelgende götüreliydi. Demek muşumu ne? Nima? Kavm degan gap bilan labzi mufrat bo'lgan bilan ya'ni ma'nosi jam bo'lgan gap mana shunday shaklda o'z chiqadi. Demak jami shundada. Beshtiki siyg'atan va ma'nan bo'lgan jamima va ma'u ma'nan bo'lgan jamima qavm rahat degandek mushu shaklda o'z chiqadi. Apparatlarini. Ya'ni birdan olmaydi. Endi Musanif rahimehulloh deydi va huwa fi ma'nal jam'i. Bu al-qavm va rahat degan mavzuga gap bu jam'ining ma'nosida deydi. Ya'ni jam'ining ma'nosida degan gap bu siyg'atan va ma'nan jam'i emas bu. Bu faqatlam ma'nallam, ya'ni ma'naviy jam'i, ma'naviy ko'plik. Ma'naviy ko'plik. Nimishqa deganda chunki buniki birlik shakli, chunki bu qavm degan gap qavman ikkilik shaklga aylanadi. Ba'zida aqvamga ko'plik shaklga aylanadi. Rahat desak rahtan deb ikkilik shaklga, ba'zida arhat deb ko'plik shaklga aylanadi. Biz bundan demak buning lafzining birlik ekanligini, mufrat ekanligini bilib oldik. Endi lekin buning ma'nosi ko'p shaxslarni o'z ichiga olganligiga qarab turib, bu nima ekan? Bu ma'ni jihatdan bo'lgan ko'plikkan dedik, shu ma'naviy ko'plik deb at qo'ydik buningga. Xo'sh, endi bizga yana demak ma'naviy ko'plik olsun. Qavm rahat degandek yoki labzi va ma'naviy ko'plik olsun. Ar-rijal degandek bularning o'z bilaklarini o'z ichiga elishi nima shaklda bitgan? To'plam shaklda. Ya'ni to'plam shaklda, yani bir yo'lam bo'tu. Birdan mana bunu geydi, mana her birine mudamay. Bir yo'lis qasa, bir yo'lis kiysamiz chiqitgan, bir yo'lis kiymisiz hech qachon kiymaydigan. Bundaq. Yuqorida bitgandek. Endi أو كل واحد على سبيل الشمول. Endi bu ikkinchisi so'zlar o'tadi. Yoki biz üç shaklni demoqchi edik-ku. Ya shu bir yo'lamga, bir to'plamni shu to'plamni bir yo'lamga o'tishga oladi yoki ala sabili shumul degan birdan o'z ichiga elish yo'li bilan ati. Shumul degan gap ya'ni alal infirat degan gap. Shumul alal infirat ya'ni birdan o'z ichiga ati. Endi birdan o'z ichiga ati deganimiz birdan hammasini o'z ichiga olsin butu. Birdan hammasini o'z ichiga olsin butu. Yoki bidin elib oldi keyni de olsin butu. Endi bir yo'lamga elish shart emas ma'noda. Bir yo'lamga elish shart emas. Lekin hammani atu. Masalan, nahu may ya'tini falahu dirham. Endi kimki mening qashimga keladigan uni bir tanga urma deb berdi. Mishadiki men degan so'z lafz am. Bu am so'zligi. Men degan so'z nima demak? Am so'zligi, umumiy so'z. Ya'ni mening qashimga kim keladigan uni bir tanga berman desa, bu ash kelgan har bir odamni chiqadi. Ahmad kasima bir tanga atu, Samat kasima bir tanga atu, To'xti kasima bir tanga atu, Qosim kasima bir tanga atu. Hammasi bir tanga atu. Lekin ilgirki masalalar buni o'xshamaydi qaysi qasi desa, agar mas'uliyatda Ahmad, Mehmet, Samat, To'xti, Qosim basho'lan bir yo'lisga kasimo, har birisi bir tangadan 5 tanga atu. Agar bu basho'lan birdan kasimo, yanıla şu 5 tanga atu. Agar bu basho'lanning hammasi kami Mehmet bilan Samat qildim. Ya Mehmet qildim kasimo, yine bir tangani o'ziga tegish qilgan bir tangani eliydi. Lekin 5 suratda Ahmad, Mehmet, Samat, To'xti, Qosimning hammasi bir yo'lisga kelsa, hammasiga bir tanga beriladi. 5 tanga berilmaydi, bir tanga beriladi. Bir tanga ham beriladi. Agar bir qismi kelsa, bu bir tanga hech qasga berilmaydi. Agar bir salam kelsa, berilmaydi. Agar oldi keyin kelsa, yine berilmaydi. Demak, shu bir yo'lam kelsa ondan beriladi. Demak, ilgirki shakl bir yo'lam bo'lardi. Mavu birdan ati, lekin hammani ati. Endi 3-chi xil yo'l Musanif rahimahulloh 3-chi xil shaklni so'zlaydi.
ev ala sebilil bedeli. Nehu men ye'tini evvelen felehu dirhamun felehu dirham. Yani ya ki hem de bedelülülen öz çıkartı. Ya ki am yani manevi am lafzan bulmagan manevi am üçüncü türlük am kanda bedelülülen degen yani yalgızlıkni şart kılış yolu bilen. Bedel degen yani yalgızlıkni şart kılış yolu bilen öz bileklerini öz çıkartı. Kanda dese mesela yalgızlıkni şart kılış yolu bilen degeni mesela bunda deptim. Men ye'tini evvelen felehu dirham. Kim ki menin kaşımga avval kelediken onun bir tenge ümedigen bolsa bu bir tengini Ahmet'nin mi eliş hukuku var, Samet'nin mi eliş hukuku var, Mehmet'nin mi eliş hukuku var, Tohti Kasım'ın mı hemen her birinin eliş hukuku var. Lakin bir şart var, bu şart olsa kim avval gelse? Ahmet avval gelse Ahmet alalaydı, Mehmet avval gelse Mehmet alalaydı, Samet avval gelse Samet alalaydı. Lakin hemmisi eğer bu masurette hemmisi bir yolam gelip kalsa hiç kalsa alınmaydı. Eğer baldi Ahmet gelip ungen Mehmet gelip ungen Samet gelse dastlabki kelgan Ahmet qanamadi. Keyin kelgan alınmaydı. Demek bununda kim avval kelsa avval kelgan alalaydı. Birisi kelsa mayli hemmisi bir yolam teng kelsa hiç kalsa alınmaydı. O'xsham aytgan til bilmağı. Endi mana bir şey adamni xulosalab kelsak Musannif rahimahulloh dedi ki endi mana suratniki yana bir hozirgi zamondagi suratga bir chugizsak masalan hozir bir so'z aytgan hozirgi zamonga chugizib baksak masalan mol cho'ng supermarket benda degandek cho'ng supermarketlarda masalan faoliyat o'tkazib agar bilet taqtib agar har xil munda tovar mallarga nomer yozib har qanday odamga mushu nomerliq tovar mal chiqib qolsa bunga munda mukofot beriladi, bir dona mashina mukofot beriladi deb yozgan bo'lsa, hamma iste'molchilarning bu mukofotdan huzur bahramand bo'lish huquqi bor. Hammaning huquqi bo'lgan bilan shu mukofot kimga chiqsa shu bahramand bo'ladi. Hammasining to'xtiga chiqsa to'xti mukofotdan bahramand bo'laydi. Samatga chiqsa Samat, Mehmet chiqsa Mehmet. Lekin hammasi anda olgan bilan hammasi ololmaydi mukofotni. Faqat birisi oladi. Bir odamga chiqadi. Demak, shu hamda uch xil shaklda xulosa yig'inchoqlab kelsak, ya hammani bir yo'lamga otgan shaklda o'z chiqardi bo'laklarini, ya hammani birdan atu, hammani atu, umumyuzlik asma atu, parcha asma atu, oldi kendi asma atu. Yoki hammaniki shuningki dars kirish huquqi lekin faqat bir islom kiradi. Shart hozir bo'lgan bir islom kiradi. Mana shu üç şekilde am o'ziniki bo'laklarni o'z uchun üç şekilde oladi. Musannif rahimahulloh dedi: "Fal jam'u ve ma fi ma'nahu yutlaqu ala thalathati fasa'idan." لأن أقل الجمع ثلاثة. Endi Musannif rahimahulloh deydi. Jam'i deganimiz shu. Sizlar o'tgayna. Ar-rijal degandek masalan. Ar-rijal degandek siyg'a shakl jihatdami, ma'ni jihatdami ko'plikni ko'rsatadigan jam'i emas. Ar-rijal degandek, al-muslimun degandek. Va ma fi ma'nahu degan jam'ining ma'nisi degan mufrad, lafzi mufrad lekin ma'nisi köpçük olgan. Mesela kavm, rahat degandek mesela. Rahat degandek bunda şekildeki cem'i yutlaqu ala salasati fasa'idan. Üçtün tatip 3 ve 3'ten yukarı sallağı işletildi. 3 ve 3'ten yukarı şeyle işletildi. Anda mesela rical dep gelse mesela ca'anir rical dese 3 adam keldi desin butu. 3 adam kelgan bo'lsa, dedim men qishqa. Ja'anir rijal, men qishqa adamni keldi desi butu yani. 3 adam desi butu. Agar bir adam qishqa 10 adam kelgan bo'lsa, men qarashim ja'anir rijal desi yine butu. Agar 15 adam kelgan bo'lsa, ja'anir rijal desi yine butu.
Muslimon deganda musulmonlik keldi desa 3 odam kelgan bo'lsa, musulmon desa bo'tu. Agar 10 odam kelgan bo'lsa, musulmon desa bo'laverdi. Andin. Nimishqa 3 dan boshlab desa, chunki jam'ining, ya'ni ko'plikning eng o'zi 3. Jam'i qanday bo'lganda jam'i o'tu desa, 3 odam bo'lganda, 3 shaxs bo'lganda, 3 dona obyekt bo'lganda jam'i o'tu. Eng ezi 3 bo'lgandan keyin biz eng ezni hisob qilamiz. Ko'pining hisobi yo'q. Qancha bo'lsin mayli. Endi miyadi inchga diqqat qiladigan bir yer bor. Demak, miyadi Musannif rahimahulloh deb qo'ydi. 3 dan tartib qanchaga qo'yib kelsa o'lchaydi deb. Ya'ni bu yerdagi ishlatiladi jami degan shu yuqoridagi 3 ga va 3 dan yuqori narsaga ishlatiladi, ya'ni ishlatkili butu degan gap. Ishlatsa butu. 3 ga ishlatsa butu, 4 ga ishlatsa butu. Lekin bir odam degan bunda ehtimolli qoladi degan gap emasmi? Meni xato tushunish bo'lmaydi. Ya'ni bir odam majani rijal desa, men qishimga bir odamni kelibdi desa, bunu 3 odam desakmi butu, 4 odam desakmi butu, 10 odam desakmi butu, 15 odam desakmi butu demakchi emas. Ja'ani rijal degandan ma'lum bir son murod bundan. Ya 3 odam, ya 4 odam, ya 5 odam, ya 10 odam. Lekin unda hammaga 3 odam bo'lish ehtimolligim bor, 4 odam desam butu degan gap yo'q. Chuqum ma'lum bir songa dalolat qilish kerak. Anda masalan bir odam bir xo'jayin debdi, xo'jayini 10 dona qulusi ekan masalan. 10 dona qulusi olsa xo'jayin debdi. Mening qullarim azod deb atgan bo'lsa, uni kenidan bunun qullaridan faqatlam shu nima azotlabdi? 3 azotlabdi, qolgan 7si azotlamabdi degan olmaydi. Nimishqa? Buni qullari 10 dona quli bor amaliyotda. Qullarim azod degan gapning o'zi, masalan, abidi ahrar degan ahrar, ondan abid degan gapni ko'plik shakl am, ahrar degan am. Demak, bu hammani o'z ichiga oladi. Undan 3 ang 3 ekan, 3ni desak qolganda chiqib olsak bo'ladi deb bo'lmaydi. Anda shu vaqtdagi ahvol vaziyat qarab, shu odamni demakchi bo'lgan son qancha sonni o'z ichiga olmoqchi bo'lsa, shu sonning birini o'z ichiga oladi am degan. Agar unda olmagan chaqda amning qat'iyligi ta'sir etadi. Mubham bo'lib qolsa, bu bo'lamdiki, bu bo'lamdiki shu chaqda hammani o'z ichiga olmaydi, hammani o'z ichiga olmas degan umumiy so'zniki istiliga qarshi bir ish, istiliga qarshi bir ish. Umumiy so'zda o'zining doirasidan hammani to'liq o'z ichiga olishi shart. Endi ba'zilar ve indel ba'di isnani. Endi ko'p sonliq sahobalar va lug'at imomlari, lug'atshunaslar, fuqahoshunoslarniki ko'z qarashida jamining eng ozi 3. Endi ko'p sonliq sahoba lug'at imomlarining ko'z qarashida jamining eng ozi 3'tur. Ve ama bazı bir az sonliq sahoba va az sonliq olimlarniki ko'z qarashida jamining eng ozi 2'dur deydi. Endi biz oldi bilan muxoliflarning, ya'ni jamining eng ozi, ko'pchilikning eng ozi 2 bo'ladi degan deguvchilarniki dalillarini anglab o'tamiz. Undan keyin ularniki dalillariga qarta qaytarma javob davlatlarimizni so'zlaymiz. Ular deydiki, birinchi, nima uchun jamining eng ozi 2 bo'ladi deysizlar desanglar deydi. Liqavlihi ta'ala fa in kana lahu ikhwatun İhva degan, ya'ni Sura Niso'ning 11-oyatida. Fa in kana lahu ikhwatun, ya'ni miros oyatiga birinchi Sura Niso'ning 5-ida miros haqida kelgan bu oyatda agar u mayitningki ihva degan bunda bir tuqqanlari bo'lib qolsa, fali ummihi as-sudus, ummaytning onasiga mirosdan 6dan 1 tegadi degan shu oyatdagi
İhva degandagi murad muddaa vel muradu isnani. Bu yerdagi murad muddaa ikkidir deydi. Bu yerdagi murad muddaa ikkidir. Yani agarda ceminin en az ikki bo'lmasaydi Alloh taolo bu yerda ahavani deydi. Fa in kana lahu ikhwatun demi ahavani deydi. Ceminin az ikki bo'lgandikin ihvatın deb qo'ydi. Demak, tasniy bilan jam'niki farqi yo'q. Tasniy kaldusi butu, jam'i kaldusi butu o'xshashga farq bo'lmagan. O'xshash bo'lganlik uchun qani kaldusi butu shunday ihvatın deb qo'ydi. Deydi muxolif. Ya'ni jam'ning o'zi ikki deguchilar. Bunun ikkinchi dalili va qawlihi ta'ala faqad sagat qulubukuma. Allah Teala'nınki Sure Tahrim'den Kur'an-ı Kerim'deki 4. ayetindeki fakat sagat kulubukuma diyen ayet. Yani eğer silah yani Ayşe radıyallahu anha, Hafsa radıyallahu anha doğru çıkan ayet bu. Fe in tezahara aleyhi fakat sagat kulubukuma. Eğer Allah'a size karşı çıksanlar sizlerin sizlarning yurukkanlar kichik kap qoladi bu degan. Sizlarning yurukkanlar Alloh taolo qarshisida yurukkanlar yo'q. Elogo sizlarga hech qanday bir maqsadning Alloh taoloning qarshi chiqishida jasorat yo'q demak jamda. Mishada sagat qulubukuma degan yerda bu yerga shohid qosid etsa qulub degan qalbning ko'plik shakli. Kalbunun köpük şekli kulubun. Emdi bir adı kuma diyen damir el-musanna yani ikilik zimir. Silah ikkanlar diyen bu manası. Kuma diyen silah ikkanlar diyen bu manası. Emdi Arapçada bunda bir kaydı var. Yani tabi metbu deb grammatik kaydesi de yani tabi'la metbu'a ergişişi vacip. Yani tabi metbu'nun şeyde karşı ba damir nimege mudmerge yani almaşның ilgisiga qaytadigan ilgisiga Arab tilida birlik, ikkilik, ko'plik jihatda o'pma o'xshash muvofiq holati kelishi vojib. Endi bunda olganda kim yerda agarda tasniya bilan agar tasniya ikkilik jam'ning en az ikki bo'lmasaydi, tasniya bilan jam'i o'xshash bo'lmasaydi, bu yerda Alloh taolo faqat qulubukuma demay, faqat sagat qalbakuma deydi. Qalbakuma deb qulubni tasniyani ikkilik shaklda keltirgan bo'ladi. Alloh taolo qulub deb ko'plik shaklda keltirib qo'ydi, kuma deb ikkilik zamirini Ayşe Hafsa radhiyallohu anha ko'rsatgan ikkilik zamirini qulubga izofat qilib qo'ydi. Demak, buning o'zi jam'ning o'zi ikki va ikki bilan ko'plikniki, ikkilik bilan ko'plikning farqi yo'q deganni ko'rsatdi deydi. Ama onun üçüncü delili ve kavlihi aleyhissalatu vesselam el-ithnani fema fevqahuma cemaah. Yani iki ve ikkinin üstüdeki kişiler cemaattir degan hadis. Bu hadisde mi Peygamber Aleyhisselam ikki ve ikkinin tüpüsteki qanchalik bo'lsa yuqori bo'lgan cemaat hisoblanadi dedi. Mana bu şey ismi jam'niki en az ikkilikini ko'rsatdi. Buni nima deysizlar? Deb mushu dalilni davlini o'tirib qo'ysa, endi biz buningga beradigan javob. Avvalan bizning dalilimizni o'tirib qo'yamiz. Undan keyin bularning keltirgan har bir daliliga o'ziga muvofiq holda javob qaytaramiz. Bizning dalilimiz ولنا إجماع أهل اللغة في اختلاف صيغ الواحد والتثنية والجمع. Endi bizning dalilimiz bo'lsa, birinchi dalilimiz lug'atshunoslar, ya'ni Qur'oni Karim arabcha nozil bo'lgan. Biz Qur'oni Karimni tushunishda til nuqsini bilib aytganda arab tiliga intayin muhtoj bo'lamiz.
Arap tili lügatshunoslari Arap tilini ifodalashda birlik, ikkilik, ko'plik shaklarini bir-biriga o'xshamagan holda ifodalagan. Masalan, bir musulmon desa muslimun, ikki musulmon desa musliman. Agar üç musulmon yoki uchdan ziyod ko'p musulmon demoqchi bo'lsa, muslimun deb kelgan. Agar fe'lda masalan bir odam keldi demoqchi bo'lsa, masalan bir odam keldi demoqchi bo'lsa, jaa. Jaa. Agar ikki odam keldi demoqchi bo'lsa, jaa. Agar uch odam kelmoqchi bo'ldi, ya uchdan ziyod odam kelmoqchi, ko'p odam kelmoqchi bo'lsa demoqchi, jau. Agarda almashladimi masalan, bir odamni ko'rsatmoqchi bo'lsa, u demoqchi bo'lsa, u bir odam demoqchi bo'lsa, hu. Agarda u ikki odam demoqchi bo'lsa, huma. Agarda u kishi yoki uchdan ko'p odam demoqchi bo'lsa, hum deb keltirib, ya'ni har birini ayirib kelgan. Har birini ayirib kelgan. Ayirib kelganlik uchun Arab tili nuqtasidan ilib aytganda barliq imomlar buniki tasniya, mufrat, jam'iniki shakllarining ayrim-ayrimligida hech qanday lug'at imomlaridan nima yo'q, ixtilof yo'q, ijmo. Demak bu ijmo degan ajoyib kuchli dalil. Ijmo degan biz bir so'zlab o'tdik. Bizning dalilimiz kitob, sunnat, ijmo, qiyos deb. İcma degan mu ajoyib kuchli asl bo'lgan dalillardan biri. Ularniki barliq lug'atshunoslarning birlikka kelgani Qur'oni Karim arab tilida nozil bo'lganligi uchun va bizning arab tilini Qur'oni Karim uchun arab tiliga muhtoj. Hattoki ba'zan jahiliyat davrida yozilgan she'rlardan mu foydalanishimiz zo'r bo'lganligi uchun foydalanish qanday masala yo'q ekanligi bo'lganligi uchun bizning dalilimiz lug'atshunoslarning birlikka kelgan ijmosi bizning dalilimiz. Endi bir savol so'rab salsa, andalas bu meyada oyatni delil keltirsa o. Hadisni delil keltirsa siz ijmoni sahabiniki Arabning ijmosi deb o'tishgan bu qanday gap bu? Qur'onda kuchliqmi, ijmo kuchliqmi desa, buningga to'xtang. Siz masalani xato tushunib qolibsiz deb tushuntiramiz. Biz avvalo sizga buni keltirgan oyat hadislarining javobini bilamiz. Javobini bilamiz. Bu yerdagi masala ijmodan Qur'on hadisdan ijmo kuchliq degan masala emas, balki shu Qur'on hadisni biladigan barliq olim, lug'atshunoslar bu oyat, bu hadisning ma'nosini bunday tushunmagan. Buning hadisning bunday ma'nosini bunday tushungan. Shuning uchun hammasi buningda birlikka kelgan deb bizga ma'no tushundirmoqchi deb aytadi. Endi buning beriladigan javob ولا نزاع في الإرث والوصية. Endi birinchi misol birinchisini keltirdi ular fa in kana lahu ikhwatun dedi mesela. Fa in kana lahu ikhwatun degan oyatni keltirib, agar mayitning qarindoshlari bo'lib qolsa, mayitning onasiga 6 dan biri, mirosdan 6 dan biri tegadi degan misolda agarda o'sha ikhwatundan akhawani murad, agarda shu akhawani tasniya ifodalagan ma'noni ko'plik ifodalanmagan bo'lsa, akhawani keltiradi degan masalaga bizning javob berishimiz bu yerdagi masala, mana bu yerdagi masala bizdagi talash-talashimiz yo'q sizlar bilan. Bizmi ashadagi ikhva deganni 2 va 2 dan yuqori qarindosh bo'lsa deb ma'no etamiz. Nima uchun? Chunki bu yerdagi ikhvaning 2 ga dalolat qilishi, 2 va 2 dan yuqori dalolat qilishi sahobalardan kelgan dalillar orqali isbotlangan. Unda nimalar orqali emas, bu ikkilik degan, ikkilik bilan jami degan, ikkilik degan tasniya jami bilan o'xshash, ikkilik tuzilganda jami bilan o'xshash tuzilgan, jamining angizi 2 degan ma tarafdan emas, biz uni sahobalar mushadiki ikhva deganga 2 dan eng ozda 2 qarindoshi bo'lsa, mayitning onasi 6 dan birini atu degan mushu 3 rivoyat sayrivat bilan sabit bo'lganligi uchun Osmon radhiyallohu anhu qator nurg'ullan sahobalardan biz shu sababdan biz buni nima qildik? 2 va 2 ni yuqori deb oldik. Bir. Yana biri bu yerdagi ikhvaniki 2 ni yuqori deb 2 deganiga ishlatilishi majaz yo'li bilan, ko'chma yo'li bilan. Ba'zi chaqda ko'chma yo'li bilan
birlik işletilip qayadi. Köplük işletilip birlikni işletip köplükni rad qilish, köplükni işletip birlikni rad qilish mumkin ko'chma yo'l bilan. Bu Qur'oni Karimda keng qo'llanilgan ish. Shuningdek, köplükni işletip ikkilikni rad qilish mumkin. Endi biz endi bu shu mayadagi meros masalasidagi masalani bir tushuntirib o'tib ketaylik. Bu qanday gap desa, masalan, bir adamning bir ona deylamdi. Bir onaniki bolasi o'lib qolibdi. Bir onaning bolasi o'lib qolibdi. Bir xotin deylamdi, xotin. Xotinning bolasi o'lib qolgan bo'lsa, agarda bu bolaning o'lib qolgan bolaning o'lib qolgan bolaniki bolvaqsi bo'lmasa, bu ana 3'ten birini atı mirasındaki. 3'ten birini atı, qağını da sıqatı. Eğer nimlab qalsa, bu balının bolvaqlı qilib qalsa, bu ana mirasındaki 6'dan birini atı. Likkiday 3'ten birini elish huquqidan 6'dan biri uçup ketadi. Xuddi shuningdek, agar bunun bolvaqlari bo'lmasa-mu, agarda bu ananiki bu ataning bolasi o'lib qolibdi. Bu bola o'lib qolgan bolaning bituqqalari bor ekan. Bituqqalari eng azda 2, eng azda 2dan yuqori bituqqalab qolib qolsa, bu ana yine 3'ten 1 mirasdan 3'ten 1ni atgan huquqi 6'dan 1 uçup qoldi. 6'dan 1 atganga o'zgarib qoldi. Agarda bu aşı o'lib qolgan mayitning tuqqini biylab qolsa, bidan qarinish ekan emas, 2 emas. Bir qarinish olib qolsa, bu joqda anasi 3'ten 1ni eliydi. Demek miyadaki miras meselesindeki ihva degendeki mesele, mesela ananiki 3'ten 1'ge igi buluş, mirasının 3'ten 1'ini elish huquqiga igi buluş, yoki bu huquqidan mahrum qilib 6'dan 1'ini elish huquqiga tushib qilish degan masalada o'lcham nima? 2. 2dan yuqori qarindoshi bo'lish. Mayitning 2 yoki 2dan qarindoshlab qolib qolsa, ana 6'dan 1ni atganga tushib qoldi. Agar mayitniki bir dona qarindoshi yoki bir dona qarindoshi olmasa, yoki bir dona qarindoshi olsa, ana 3'dan 1ni eliyverdi. Demek şu ananiki huquqini bayon qilishda o'lcham 2 meros masalasida. Va vasiyat bilan o'xshash. Vasiyatmi meros bilan o'xshash, meros bilan qanday o'xshaydi? Meros deganmi pul mol orqali meros kelmaydi. Mulk o'tkazish orqali ketgan gap binasiga. Ilm setim yo'q. Vasiyatmi ilm setim yo'q. Faqat birining mulki, birniki mulki o'tkazayotgan gap. Ikkisi mujoat o'xshaydi. Shu buni hukmi o'xshaydi. Vasiyatmi shuna o'xshash. Bunun da bizniki talash tartishimiz yo'q. Ma meselede nimadan kelgan? Bu hadislar orqali va sahobalarniki bu tutgan yo'l orqali sabit bo'lgan ish. Bunun da bizning talash tartishimiz yo'q deydi. Birinchi bergan javobimiz tugadi. Haligi bunda bo'lganligi hargizmi ikkilikning dastlabda tuzilganda ko'plikni ifodalash uchun yoki ko'plikning ikkilikni ifodalash uchun tuzilganligini ko'rsatmaydi deydi. Va qavlihi ta'ala amdi sizlarning ikkinchi dalilingizga bergan javobimiz Alloh taolaning faqat sagat qulubukuma degan sizlarning dillaringlar kichik gap qoldi, kichik bo'lib qoladi degan mayadik oyatdagi qalbakuma demi qulubukuma debdi. Buni nima deysizlar? Ondan kuma bilan qulubniki farq bo'lmaganligi uchun o'xshash izohat qilibdi, birisi bizga agashtirmabdi, muvofiq keltirmabdi deb qolsanglar, buni beradigan javob majazun kama yuzkarul jam'u lil vahidi. Bu mecaz yani köçme. Şundan ki mesela köplük birlikte yani bu köplükni birlikte til qilish, zikr qilish. Yoki birlik uchun ko'plikni zikr qilish. Yani bu hem de bütünni so'zlab parchani iroda qilish degan majaz bobidan. İtlaqul kul iradatul ba'd. Yani bütünni so'zlab parchani iroda qilish degan bobda. Masalan, oldingi darsimizda innan nasa qad jama'u lakum degan oyatniki sharhisida, tafsirida, yani bir adam keldi. O gap deguchi bo'lgan kishilar degandan kim murod dedik? Nuaym ibn Mas'ud al-Ashja'i
degan mushrik kelib nima deb keldi? Shu Abu Sufyan Qurayshliklar sizga qattiq tiryali qilib, sizlarni yine qaytarib hujum qilib, sizlarni ödəs trip bilan qilib o'tishga tayyorlanibdi degan xabar olib kelganda Nuaym ibn Mas'ud al-Ashja'i degan adam ekan. Mana shu nas degan gapdan iroda qilingan odam bir odam iroda qilinibdi. Xuddi shuningdek, ya'ni faqat saqat qulubukuma degandagi, ya'ni qalbakuma demakchi Alloh taolo. Ya'ni sizlarniki, sizlar ikkinglarning qalbakuma, ikki dona qalbi kichik gap qarshilash qiladi degan yerda qalbakumani o'rniga qulubukuma deb ko'chma shaklda keltirilganlik. Nimishqa qalbakuma demay qulubukuma desa yine bir hikmati qalb degan har bir insonda bir dona a'zo. Ba'zi a'zolar bor. Har bir insonda quloq desa ikki quloq bor masalan. Ko'z desa ikki ko'z bor. Qo'l desa ikki qo'l, fut desa ikki fut bor. Lekin bu qalb degan bir. Adamniki qalb degan bir a'zoma. Qur'oni Karimda endi bir a'zo kelib qo'yarga anfus deb aytadimi? Nafsahuma deb, nafsaykuma deb kelmaydi. Anfusukuma deb ketdi masalan. Anfusukuma masalan ikki ruusukuma deb ketdi masalan. Ra'saykuma deb kelmaydi. Demişqa har bir odamni bidonidan ba a'zoliga Alloh taolo ko'plik shaklda keltirdi, anda ikkilik shaklda keltirmaydi. Qalbaki bo'lsa, chunki Alloh taolo har bir odamning qalbida ma ja'alallohu lirajulin min qalbayni fi jawfi masalan. Har bir odamning qalbida ikki yurak qilmoqlik. Demak, ikki yurak qilmagandan keyin har bir odamning yuragida birdan yurak bo'lgandan keyin buni ko'plik shaklda keltirish intayin muvofiq. Andan. Bunda bir tarafı bor. Hamda vel hadisu mahmulun alal mawaris. Hamda yuqorida so'zlab o'tgan Payg'ambar alayhisolamning al-ithnani fama fawqahuma jamaa. 2 ve 2'den yuqori bo'lgan kishilar jamoat bo'ladi degan Payg'ambar alayhisolamning hadisi miros bobiga yetkaziladi. Ya'ni miros bobida shu avvalgi ihva in kana lahu ikhwatun degan, ya'ni uni qarindoshlari 2 dona qarindosh olsa, 2 dona qarindosh olsa yoki 2 dan yuqori olsa, nima? Onasi 3dan 1 orqadan 6dan 1 orqaga tushib qoladi degan hukm jihatda, shu hukm jihatda 2 ko'plikniki o'rnini bosadi. Shu jihatdan demakchi. Ev ala sunniyeti taqaddumil imam. Andın. Ya ki emdi. Bu birinci tevcih. Bunun yolu mavi demekçi. Bu hadisini keltirdiğimiz bu hadisin maalesef lügat cihetki gapini demekçi. Peygamber Aleyhisselam ceminin şikil demekçi emez. Yani şeriat hükmü cihette ya ki bu miras babıda iki adam demek ki şu 2 lamtu, 3 lamtu, 4 lamtu, 5 lamtu en az 2 adam anınki nimene miras elişini mahcup qilib qo'yalaydi. 3dan 1ni elishini mahcup qilib qo'yalaydi. Demakchi, yoki imomning oldiga o'tishning sunnatligi jihatda masalan, agar imom namoz o'qigan bo'lsa, agar imomning biqinda bir odam bo'lsa, imom bilan tang turib namoz o'qiydi masalan. Imom bilan tang turib namoz o'qiydi. Agarda 2 odam bo'lib qolsa, imomga ixtilof qiluvchi 2 odam bo'lib qolsa, o'chaqda imom oldiga o'tadi. 2 odam bo'lgan zaman imomning oldiga o'tishi sunnat. Shunda ama imomning oldiga o'tishi sunnat bo'lgandan keyin hozir odamni tatish qildi, davomli imom shu kutib, imomning keyingi tatqiq shu asli imom oldiga o'tish sunnat. Ya'ni imomning oldiga o'tishi sunnatlik haqida 2 odam bo'lsa yetadi, 3 odam ketmaydi. Demakchi, yoki jamoatning fazilati, jamoat bo'lish jihatda 2 odam imomdan boshqa 2 odam bo'lsa jamoat o'tadi demakchi. Yoki jamoat jamoatning savobini tepishga 2 odam bo'lsa jamoatning savobini topadi demakchi. Demak, bu shundan hammasida nima, ya'ni shu bablarni tushundirish uchun til nuqtasidan emas, balki shariat ahkomi nuqtasidan demakchi Payg'ambar alayhisalom. Buni unuga tanvamang deydi. Ev ala ijtima'ir rufqati ba'da quvvatil islami. Ba'da quvvatil islami. Ya'ni yoki bu hadis islom kuchlanib bo'lgandan keyin yo'l hamrosiniki ko'pligiga 2 odam yetadi demakchi. Ya'ni
Mıda degan gap desa, ibtida islomda, islom yangi boshlangan vaqtida payg'ambar sallallohu alayhi vasallam sahobalarni 3 odamdan oz odam safarga chiqishdan to'sgan. Nimada payg'ambar sallam safarga chiqmoqchi odamning bir odam shaytondir, 2 odam 2 shaytondir, 3 odam karvandir deb qo'ygan hadis bor. Bu nima degan gap desa, bir odam shaytondir degani, bir odam yolg'iz safarga chiqsa, buni shaytonning o'lji bu odam yolg'iz chiqqan odam shaytonning o'ljisi olib ketish ehtimoli intayin yaqin. 2 odam bo'lsa, bu mu ehtimolga yaqin. 3 odam bo'lsa deganda, 3 odam deganning ichida hech bo'lmasa bir asosimiz bir taqvoroq chiqadi. Birisi biz xatolik ketgan olsa to'xtanglar. Manda namoz biz uxlab qolib namoz o'qitdi. Birisi gunoh qilib to'xtanglar, yamash qilmang deb to'sidi. Demak 3 odam bo'lsa, birisi-birisini yaxshilikqa to'sab, nima, yomonlikdan to'sab yaxshilikqa buyurib, birisi-birisini yetaklab keta oladi. Lekin 2 odam bo'lsa-chu desa, 2 odam bo'lganda bo'lmaydi. Degan bir ma'nosi olsa, endi bir ma'nosi islomning bosh tarafida islom ham ya kofircha qo'ygandan keyin 2 odam ya bir yoki 2 odam yolg'iz bir yoki safarga chiqsa, kofirlar uni tutib asiga olib, hujum qilib, uni o'ldirib o'tish xatiri bo'lganlik uchun payg'ambar alayhisalom dastlabda to'sgan. Keyin islom kuchlanib bo'lgan chaqda 2 odam chiqsa-ma yolg'iz safarga, bir odam chiqsa-ma yolg'iz safarga agish bo'lsa. Mandan bular o'tganligini keyin yo'l qo'ygan. Shu sababdan bu yerdagi 2 odam bu adam 2 odam, 2 odam jamoati degan, ya'ni 2 odam safarga chiqsa bo'ti deganni ko'rsatmoqchi. Davatida musannif rahimahulloh. Va la tamassuka lahum binahwi fa'alna li'annahu mushtarakun bayna at-tasniyati wal jam'i la anna al-musanna jam'un. Ya'ni ularniki, ya'ni bizning muxoliflarimizning bizga qarshi ko'z qarashdi, ya'ni jamining o'zi 2 deguchilarning fa'alna degandek fi'illarga dalil qilib turib shuni eslab olish huquqi yo'q. Nimishqa masalan ular deydiki, amasi yeni bir dalilimiz bizning fa'alna desak, masalan fa'ala desa bir odam qildi. Fa'ala 2 odam qildi. Fa'alu desa bir odam qildi degan gapni bo'lgandan keyin fa'alna desak, biz qildik davosi 2 odam qilganmi fa'alna deydi. 3 yoki 3 dan ziyod odam qilgan yoki fa'alna deydi. Demak, fa'alna degan gap shu 2 bilan 3likka, 2 bilan ko'plikka farqi bo'lmaganlik uchun, 2 bilan ko'plikning farqi bo'lmaganlik uchun fa'alna deganda farqlandirdik. Hech qanday arab tilida fa'alnadan bilak 2 ga fa'alna, 2 odam qilganga fa'alna deymiz. Bir odam qilgan fa'alna deymiz. Bu nimani bildirdi? Bu nima bilan 2 bilan 3likka farqi yo'qligini bildirdi degan modelini qo'ysa, biz unda deymizki, sizniki modelingiz kota. Bu aqmaydi. Nimishqa? Chunki fa'alna degan so'z mushtarakun bayna tasniyati val jam', ikkilik bilan va ikkilik fe'il ve köplik fiillerinin oturusida ortak, müşterek manevi. Anladın? Müşterek manevi boğalık için ortak işletildi. Ma 2 adam degan gama fa'alna işletildi. Nima degan gama? 3 yoki 3 dan ziyod adam gama fa'alna işletildi. Bunu işletilganligi la annal musanna jam'un. İkilikning köplik ekanligi, ikilikning köplik ekanligini emas, balki mushu ikilik gama köplik gama mushu bir fa'alna degan arabchada mushu fa'alna degan bir söz, mushu bir şekil işletiladiganligini ko'rsatadi. Yani bunun nima deydi? Mushtarak lafzi emas, mushtarak ma'naviy. Agar mushtarak lafzi olsa, bu lafzi o'xshashlar qilish kerak. Lafzi o'xshash emas. Demak, jam'ining lafzi boshqa, ikilikning lafzi boshqa. İkisining ma'ni jihatda fa'alna desak, ma'ni jihatda ishtiroki bor ikkisining. Ya'ni ma'ni jihatda ishtiroki bor deganda, ma'ni jihatda 2 odam qildik desma bo'ladi. Yoki 3 yoki 3 dan ziyod ko'p odam qildik desakma bo'ladi. Demak, bu mushtarak oylig'ida o'rtoqchilik bor. Anda maf'alna degan fi'lning mushu 2 tasniya va jam'i o'rtasida ishtiroki bor. Aloqasi bilan o'rtoqlik bor. Hargizmi ikkilikninki jam'i bo'lganligi uchun fa'alnada bir gapni ishlatganlik emas, balki fa'alna degan bir gap nimaga ishlatiladi? İkilik fi'lga ishlatiladi, ko'plik fi'lga ishlatiladi. Shu sababdan endi. Fayasihhu takhsisul jam'i va ma fi ma'nahu ila thalatha. Anda bo'lgandan keyin
Xo'sh, endi biz yuqoridan buni yuqorida tortib hozirgacha ko'plikniki barliq ko'plikning eng ezi. Birinchi dalildan so'zlab ko'plikning eng ezi 3'dur degan dalilni so'zlab bo'lgandan keyin biz so'zlab bo'lgan bo'lsak, fa'dagi fa'i ta'qib deydi. Ya'ni bir fa'i ta'fri deb ataganlar bor. Ya'ni biz ashunda so'zlab bo'lgandan keyin, ya'ni ko'plikning eng ezi 3 bo'lgandan keyin yasihhu takhsisul jam'i ko'plikni va ko'plikning ma'nosidagi bo'lgan narsa degan qarshi ko'plikning ma'nosi degan ma'naviy ko'plik degan qarshida qavm rahat degandek masalan qavm rahat degandek so'zlar masalan mufrad dema shakli mufrad ma'nosi ko'plik bo'lgan ma'naviy ko'pliklarni 3 kicha eng az bo'lganda 3 kicha xoslash dema durust bo'ladi. Masalan bir yerda ja'ani rijalun deb kelsa, ja'ani rijal deb kelsa, eng bo'lami deganda bu yerda 3 odam kelgan bo'lsa, buni nima qilish durustdir. Masalan Qur'oni Karimda innamas sadaqatu lil fuqara deb kelgan bo'lsa, sadaqa ya'ni zakat degan faqirlar uchun deb 8 dona masrafni Alloh taolo qilgan bo'lsa, eng bulamida bu 8 masrafning 3 masrafga. Hamda am bo'ldimi, o ko'plik bo'ldimi? Shu amning ichidan 3 masrafga bo'lsa, yine bu degan. Eng bulamaganda. Va faqirlarning mu eng bulamaganda 3 faqirga bo'lsa bu degan gap. Zakatini. Nimishqa deganda, nimishqa 3 faqirga deydi desa, eng bulamaganda fuqara degan am. Bütün dünyanın faqirlariga bir adam pul taqib qilish mumkin emas. Mumkin bo'lgandan keyin biz yuqori chekin bilan bilgandik eng tuvan chekin 3 bo'lgandan keyin eng bulamaganda 3 dona faqirga bo'lsa bu zakatini degan gap. Demak biz Muşu qaydını şunu bildikki, umumiy Qur'oni Karimdagi umumiy so'zlarni eng azda 3 ga xaslay oladiganligimizni. Endi 3 dan tuvanga xaslaqlamish bo'lmaydi. 3 dan tuvanga 1 ga yoki 2 ga xaslab qo'ysak, omning hukmini nasx amaldan qoldirgan bo'lib qolamiz. Omning hukmini amaldan qoldirish bas omdan saviyasi tang bo'lgan, omning kinozlagan xos hukmi bo'lib qolsa-ligida durust bo'lmasa, anda başqa yo'ldan xaslash durust emas deganni biz so'zlab o'tib bo'lgan boshqa darsimizda. Vel mufradi kar-rajuli ve ma fi ma'nahu. Masalan, vel mufradi kar-rajuli ve ma fi ma'nahu nahu la atazawwaju an-nisaa ila al-wahidi la atazawwaju an-nisaa ila al-wahidi ve at-ta'ifatu ila al-wahid. Endi Madik vel mufradi degan jar bilan yana o'qiladi, zir harakatdan o'qiladi. Nimishqa? Ash 5 nimaga atfi bu. Ya'ni ashu al-jam'i degan so'zga atfi, ya'ni andavanda fayasihhu takhsisul mufradi kar-rajul degan bo'lmas. Ya'ni mufradni masalan kar-rajul, ar-rajul degan mufrad masalan. Ar-rajul deganga o'xshash. Va ma fi ma'nahu ar-rajulning ma'nosidagi mufrad masalan la atazawwajun nisa bir adam men ayollarga uylanmayman deb qasam ichgan bo'lsa, buniki an-nisa deganning shakli ko'plik, lekin ma'nosi birlik. Ma'nosi birlik miyada. Nimishqa bu jinsni demak. Ya'ni ben ayol zotiga uylanmayman demakchi. Mana mushunda so'zlarni ilal vahid degan birga xaslash joiz. Birga xaslash joiz. Endi bu yerdagi men diqqat qilishga xos deganda mesela mufrad kar-rajul, ar-rajul deganda elif lam istig'roqi deydi. Elif lam istig'roqi bo'lgandan keyin ar-rajul degandagi har bir odam degan ma'nosi bor. Har bir odam degan hamma odamni tushunadi. Bay biz 3 xil shaklda chiqadi, bir yo'lam shaklda atu. Bu degan jam'iniki ishi. Endi yeni birisi bunda birdan hammani o'z chiqardi dedik. Ma shu ar-rajul degan gap shuni tushunadimizdan. Andin kullu rajulin ja'ani falahu dirham mesela. Buni qishib qo'ygan har bir odamga bir dirham bitmediysa, shu qanchadan kelsa shunchadan chiqadi. Lekin mushunda shaklli bilan bilan kelgan mush rajul degan mush istig'roqni ifodalayotgan mushunda umumiy so'zmi? Agar xaslash to'g'ri kelib qolganda birga xos bo'ldi mendani. Yuqoridagina eng tuvan 3 ga, ma'ni birga xos bo'ladi. Endi nisa deb kelib qolgan bo'lsa, atazawwajun nisa deb o'tirdi kelib qolamiz. Men ayol zotiga uylanmayman, ayollarga uylanmayman degandan, ya'ni
Ben ayol zatiga o'ylanmayman desa, ya'ni bir ayolga o'ylanib salsa, buni qasmi buzilgan bo'ladi. Qasmiga kafarat berishga to'g'ri keladi. Endi yeni bir diqqatga çekishga bir gap berdiki, tahsisul jam'i deb qo'yishga sabab berdiki biz 5 ta so'zlab o'tganda, shu amniki ba'zi bo'laklar xoslangan am deganda qasrul am deb qasr tahsis deb ikki so'zni aytgan. Qasr degan mustaqil bo'lmagan omillar bilan umumiy so'z xoslansa, buni qasr deb ataymiz. İlla degandek masalan. Ja'anil qawmi illa zaydan degandek. Bu keskin hükmünü ifadelaydi deb buni so'z degan. Endi tahsis deganni nimaga xoslangandik? Mustaqil bo'lgan omillar bilan xoslangan am degan babda mustaqil bo'lgan bilan xoslanganini tahsis deb atagan, mustaqil bo'lmagandan xoslanganini qasr deb atagan. Endi bu yerdagi tahsis degan gapni musannifning agab qo'yishi nimani ifodalaydi desa, agarda bu xoslangan xoslashga to'g'ri kelganda bu xoslanuvchi mustaqil bo'lmagan omillar bilan illa degandek, g'oya degandek masalan, mustaqil bo'lmagan omillar bilan xoslansa, bu chaqda buni birgacha xoslashga bo'ldi. Buni birgacha xoslashga bo'laverdi. Lekin mustaqil bo'lgan omillar bilan xoslash to'g'ri gap qilgan vaqtida chu deganda mustaqil masalan akrimil rijala illal juhal deb gapdi masalan. Akrimil rijala illal juhal deb kelsa, mesela erlarga hurmat qiling, faqat johillarga hurmat qilmang desa, ashada olimdan faqat bir dona olim ekan. Olimdan faqat bir dona olim ekan. Lekin qolgani bir turkkan. Unda o'sma illal juhal deganda masalan, shu bir mujid nimaning ichidan, bir mujid turk odamning ichidan bir dona turkni chiqarib oladi. Bir dona turkni iroda qiladi. Va bir mujid adam ichidan bir dona olimni iroda qiladi masalan. Bir olim g'ana ikrom qiling degan ma'noda chiqmoqchi bu yerda. Johilga ikrom qilmang, johil emas, ya'ni olimni g'ana ikrom qiling desa, ashad olimni bir dona olim bor. Faqat bir olimni iroda qilish uchun bu yerda rijalda ko'p shaklda kelib qo'ydi. Bunda deyish nima illa degan shu mustaqil bo'lmagan istisnoniki kelganligi uchun ham bilgi xoslik bo'ldi. Shu qasr bilan taksisning farqi. Endi va taifatu kal mufradi. Musannif rahimahulloh deydi. Va taifa degan so'zlik mufradga o'xshaydi. Ya'ni ar-rajul deb iliflam bilan ta'rif qilingan ar-rajul degan mufradga o'xshaydi. Andan. Masalan, Ibn Abbas radhiyallohu anhu shu taifatun deganni tafsir qilganda, qanday tafsir qilgan desa, Ibn Abbas radhiyallohu anhu falawla nafara min kulli firqatin taifatun liyatafaqahu fi din degan oyatni kelimiz tafsirda o'sha har taifadan, har bo'lakdan, har jamoa, har bir firqa, har jamoadan bir taifa dinda olim bo'lish uchun bir taifa chiqsa bo'lmamdi, nemishqa chiqmaydi degan oyatda Ibn Abbas radhiyallohu anhu hech bo'lmaganda eng ozda bir kishi degan. Ibn Jarir Tabari ashuni tarjih qilib, eng to'g'ri bu shu bir muncha rivoyatni qilib, shu oyatni tafsirida. Oxirida meniki eng to'g'ri deb qaraydigan bo'lsa, Ibn Abbas va Mujahid radhiyallohu anhulardan rivoyat qilingan shu eng toifa deganning eng ezi bir. Chunki haqida parchiniki bir parcha so'lamtu yoki ko'p parcha so'lamtu toifa degan gap shu bir parchaga ishlatiladi. Bir parcha olsin mayli, ikki olsin mayli, uch olsin mayli. Toifa deganning ma'nosi 20 ishlatiladi, 2 ishlatiladi, 3 ishlatiladi, qonun ishlatiladi mayli. Toifa deb qo'yilganda bir narsaga qo'yilgan, keyin ko'p narsaga ishlatilsin bo'lgan, keyin eng bo'lmaganda bir narsaga xoslig'i bo'ldi. Demak bu nimaga o'xshaydi? Kal mufradga o'xshaydi. Iliblan bilan ta'rif qilingan mufradmi? Ar-rajul desa asl qo'yilganda bir narsaga qo'yilgan rajul degan. Keyin iliblan bilan istig'roqi bo'lib, omga aylanib har bir odamda bir narsani ichiga otgan bo'lgan. Keyin buni xoslash to'g'ri kelganda yana bir odamga xoslik bo'ladi. Masalan, iliblan ahdi qilib, masalan, heliqi odam deb, heliqi bir odam deb o'shani ko'rsatsa bo'lsa, uni xosligi bo'ladi. Deb musannif rahimahulloh mana bugungi darsimizda bizga demak asosiy am 3 xil shaklda o'z bilaklarini o'z chiqardi. Biri jam'i ko'ta masalan, ya rijal, ya nisa, yoki muslimun, yoki masajid degandek jam'i shaklda ketdi. Qur'oni Karimda jam'i, Qur'oni Karim hadis shariflarda qanday hadis jam'i kelsa, jam'i shaklda
Yani grammatikadagi jam'iy shaklni obdan o'qigan bo'lsangiz, jam'iy shaklda kelgan oyatlarning hammasi umumiy. Yani hamma shu demakchi bo'lgan gap so'zning birini o'chiga ato. Birini o'chiga ato. Bu yuqorida biz so'zlab o'tgandek birinchi shaklda, ya'ni umumiy shaklda anda bir yo'lama shaklda o'chiga ato. Anda birdan emas. Ma bi xiluto yoki birdan o'chiga ato. Masalan, ar-rajul har bir odam desa, masalan, mayyatini falau dirham desa, mening kelgandagi kishiga bir dirham desa, bu birdan ato. Ya'ni hammasi kasima, hammasi bidim bitgan gap, bizi kasima, hammasi bidim bitgan gap. Demak, bu eng kuchli istiqroqning ichidagi eng kuchli ma bu. Hammani o'chiga jihatda kuchli. Shunga jamiyatning kuchli deb qo'yamiz buni. Ma iblan bilan iliblam istiqroq bilan kelgan ma'ni jamiyatning kuchli. Masalan, alhamdulillahi robbil alamin degan oyatning tafsiridimi? Alhamdu degandiga har bir hamdu sana desa, eng to'g'ri balog'atli ma'no aytilgan bu. Jimi hamdu sana. Demak, har bir hamdu sana desak, hamma narsa bir yo'lga o'zchiga olmagan narsani birdan o'zchiga. Masalan, matashni mush qavm ko'taraydi desa, bir odam ko'tarolmaydi. Agar matashni har bir odam ko'taraydi bu qavmni desa, har bir odam ko'taraydi degan gap. Andin. Hamsaning hammasi Alloh taolo xos desa, hammasi xosga, lekin har birisi uchun birisi xos emas degan ma'no chiqib qoladi. Chunki har bir degan eng no'ch ma'no chiqadi. Va toifa degan mana shu mufratga o'xshaydi deb. Birinchisi umumiy shaklda bir yo'lam bo'lib oladi. Ikkinchi xil shakl bo'lsa, birdan hammasini oladi, pachkasini oladi, hammasini oladi. Uchinchi xil shakl bo'lsa, hammasining shu so'zning dairasiga kirish huquqi bor. Lekin bir tane shart bor. O shartni qas o'rnayapsiz, shu amning ichiga kiradi, qolgani kirmaydi. Shu 3 xil shaklda am ondan o'z bilaklarini o'tishiga ato deb demak shakl o'zlab o'tdi. Endi kiradigan darsni tortib, buni amniki so'zliklarini shu haqiqiy maqsadga kelib, degan muqaddima shaklda so'zildi. Endi keladigan darsimizni tortib, am bunda shakldagi am, bunda ato, bunda shakldagi am, bunda ato, man, ma, ism mavsul degandek hammani tafsili so'zlab o'tdi. Va oxir davona alhamdulillahi robbil alamin.